Assalomu alaykum, Dimet tizimining qadrli foydalanuvchilari. Bugun biz qandli diabet skriningini o'tkazish maqsadida bemorni patronaj rejasiga qo'shish usuli haqida ma'lumot beramiz. Patronaj rejasini tuzish patronaj bo'limining rejalashtirish kichik bo'limida amalga oshiriladi. Amaliyotchi hamshira biriktirilgan bemorlar ro'yxatini ochadi. Yoshi 40 va undan katta bo'lgan bemorni tanlaydi. Patronaj o'tkazadigan hamshirani tayinlaydi, skrining maqsadini tanlaydi, qandli diabet skriningi va tasdiqlash uchun belgi qo'yadi. Undan so'ng bemor Dimet Pro mobil ilovasida tanlangan hamshiraning patronaj rejasi ro'yxatida ko'rinadi. Hamshira patronaj rejasi bo'limiga o'tadi va patronaj o'tkazilishi kerak bo'lgan bemorni tanlaydi. Patronajni boshlash uchun boshlash tugmasini bosadi. Joylashuv axborotini yuborish uchun ruxsat beradi. To'ldirish tugmasini bosadi. Anketani to'ldiradi, kerakli ma'lumotlarni kiritadi va saqlash tugmasini bosadi. Tekshiruv holati to'ldirildiga o'zgaradi. Tekshiruvni yakunlash uchun tugatish tugmasini bosadi. Shundan so'ng tekshiruv holati o'tkazildiga o'zgaradi. Patronaj hamshirasi tomonidan bemorni mustaqil skriningga yozish. Plus tugmasini bosing. Bemorni pasport ma'lumotlari yoki familiya ism sharifi orqali toping. Patronaj maqsadini qandli diabet skriningi deb tanlang. Bemorni patronajga yozing. Bundan keyin skrining xuddi shu tartibda olib boriladi. Tabriklaymiz, siz qandli diabet skriningini o'tkazish maqsadida bemorni patronaj rejasiga muvaffaqiyatli kiritdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.